Salom o'rtoqlar, men Tanisir kerak, ismim Mazbek. Hozir Garvardda yotoqxonada oshxonaman. Bugun juma kuni kelganimizdan beri shu yoqda o'zbeklar bor, qozoqlar bor. Har juma kuni o'zbek ovqat qilishga harakat qilamiz. O'tgan 2 haftada osh qilgandik. Endi O'zbekistondagi oshga ham juda o'xshamagan bo'lsa ham harakat qilib yaxshi chiqdi, Xudoga shukr. Endi bugun dimlama qilib ko'rmoqchiman. Shu dimlama qilish davomida sizlar bilan gaplashib, oxirida end resultni qanaqa chiqqanini ko'rsataman. Men O'zbekistondaligimda umuman ovqat qilib ko'rmaganman. Orada endi bitta ovqatga yordamlashgan bo'lishim mumkin. O'rtoqlarim bilan birga qilganimizda yoki uydagilar bilan, lekin unaqa bir o'rganib, unaqa qilmaganman. Shuning uchun YouTubedan qarab, bu yoqdan o'rganib, uydagilardan so'rab qilyapman, lekin asosiysi bu yoqda ovqat emas. Bu ovqat qilishni o'rgatadigan video emas. Mendan o'rganmaylar ovqat qilishni. Fikrlarimni orada masalan bu yoqda o'rganayotgan narsalarimiz, hamma shunga o'xshagan narsalarni xudo xolasa bir bo'lishib ketishga harakat qilaman. Hozir boshlaymiz. Bu yoqda halol go'sht bormi deb qidirib, bitta unaqa bor ekan. Amak bor ekan, shu halol go'shtlarni o'zi qilar ekan. Hozir halol qo'y go'shti olib kelganman. O'zi dimlama qo'y go'shti bo'larmi? Hech dimlama qo'y go'shti bo'lganini eshitmadim, lekin o'zimcha olib kelyapman. Menda ham xalbendiyda bir nimalarimiz bor edi. Piyozlar bor ekan. Yana piyoz olib ketdim. Piyoz bor edi ekan, yana piyoz olib kelyapman. O'tgan safargidan qolgan ozgina narsalar bor. Bu yoqda xarajat qildim. Kerakli narsalarni olib kelganman. Bu yoqda qozon tovoq degan narsamiz bor. Buni olamiz hozir. Bismillah. Bu yoqga qo'yamiz. O'zi bizda oshxona bor, ya'ni bizga doim ovqat beriladi. 3 mahal bemalol kirib, juda katta oshxona. Xohlagan narsangizni olib chiqsangiz bo'ladi. Deyarli hamma narsa ovqat bor, halol ovqatlar ham bor. Ichida qanaqa bo'ladi desa, shuni kirasiz. Kak mehmonxonada turadi-ku narsalar. O'z xohlagingiz yoqqanini tanlab olasiz. O'shani qilib olsangiz bo'ladi. O'ziga solib salati bo'ladimi? Xudoga shukr, hamma narsasi bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Meva deysizmi, banan, olma, kivi, hamma narsasi bor. Endi baribir lekin chet elda yashaganda odamni o'g'aylar o'rtoqlar, hamma narsa bo'lib ketdi. Chet elda yashaganda odamni ovqat yegisi keladi, o'zbek ovqatini yegisi keladi. Shuning uchun buni bir yuvishimiz kerak ekan. Harakat qilyapmiz bir haftada bir marta. Ham bunaqa yaxshi bo'ladi. Yig'ilgani, masalan, Jasurbek bor bizda bu yoqda. Biz bilan o'qiydi, u ham o'zbek o'rtog'imiz. Bakalavrda o'qiymiz birga. Bu yoqda Garvardda shunaqaki, mana bizda O'zbekistonda gruppa bo'lib o'qiladi, mana. A gruppa, B gruppa bo'ladi, 30 odam bo'ladi. Hamma bir xil dars kiradi. Bu yoqda unaqa emas. Hamma individual. Xohlagan kursingizni olasiz. Masalan, aytaylik, siz menga o'xshab davlat boshlig'i o'qimoqchi bo'lsangiz, shunda course registration degan vaqt bo'ladi. Ya'ni u yoqda listdan o'ziga yoqqan kurslarni, o'ziga yoqqan hamma narsani ko'rib chiqasiz. Kim o'tadi uni, ustozi kim, shunga o'xshagan narsalarni ko'rasiz. O'ziga yoqqanini keyin bemalol tanlasangiz bo'ladi. Masalan, sizga hech kim men buni olma degan narsani qilmaydi, keyin 30 ta yoki 20 ta bolamiz o'xshab, men buni birga o'qilmaydi, ya'ni individual hamma narsa. Masalan, siz kirgan darsda magistraturada o'qiydiganlar bo'lishi mumkin. 2-kurslar, 3-kurslar, yosh kattalar siz bilan tenglar, hamma bo'lishi mumkin. Shuning uchun ba'zida ko'p holatlarda ham o'qish kunlari hamma deyarli dushanbadan payshanbagacha bo'sh bo'lmaydi. Kurslar vaqti shu bir-biringizni ko'rish juda qiyin bo'ladi. Ayniqsa, masalan, yo'nalishingiz bir xil bo'lmasa, masalan, Jasurbekning kurslari boshqacha, ular boshqa joylarda, meni kurslarim boshqa joylarda boshqa ustozlar bilan. Shuning uchun bir-biringizni ko'rish ehtimoli juda kam. Ovqatlashgani kerak bo'lsa, birga to'g'rilab kira olmaysiz. Shunda shu tomoni boshqacharoq, lekin ba'zi bir plyus tomonlari ham bor. Masalan, xohlagan narsangizni qilasiz. Hech kim sizga xo'jayinchilik qilmaydi. Xo'p, shu aytmoqchi bo'lgan gapim nima edi o'zi? Shu ovqat qilish orqali biz bir yig'ilish nuqtamizda
har xil bir xil safarli mehmonlar ham chaqiramiz. Masalan, o'tgan safar Avstraliyadagi o'rtog'im bor edi. Shu yoqda tanishgan. Shuni chaqirgan edi. Bugun mana Misrdan bittasi o'zi amerikalik, lekin ota-onasi hindistonlik o'rtoqlarimizni ham hozir chaqirdim. Endi mahol shular ham kelishadi. Hozir Xo'yanlik kelishadi, Jasurbek keladi. Qozoq o'rtoqlarimiz bor, ular kelishadi. Hamma sekin kelishni boshlaydi. Asosiysi maholasi. Bu yerda endi ovqat baribir juda zo'r chiqmaydi, tan olib aytaveraman. Men aytdim boshda ham shef ko'rmasman. Asosiysi o'sha ko'proq uchrashish, ya'ni bir-biriga mehr ko'rsatish. Keyin bitta narsa hozir video yonida bo'lgan uchunmi balki menga bir tanishman aytdim birga joyda bo'lganimizda. Video yoqqanda qandaydir boshqacha badiiy so'zlar bilan gapirib qolaman. Lekin o'zi hayotda boshqacha gapirishim mumkin. Endi iloji boricha o'zim bo'lishga harakat qilaman. Baribir kamera oldida odam boshqacha hayajon tutadi, boshqacha hislar tutadi. Hop, birinchi jarayonni shu qozon to'g'ri yuvishdan boshlaymiz dedik. Qarab, bu yoqga nimamiz kam, nimamiz bor. Olib oldik. Qatdan oldim deganmi aytdim, shu go'shtni vaqtda halol go'sht sotadigan magazindan oldim, halol musulmondan. Qolganini H-Mart degan do'kon bor. Tekkarzinki. Xuddi shuni naqalardan oldi. Filialdan bizga eng yaqin. Endi Garut Cambridge shahrida joylashgan. Bu shahar Amerikaning eng yaxshi shaharlaridan bittasi deb aytsangiz bo'ladi. Chunki bu yoqda eng yaxshi universitetlar joylashgan. Mana Garut bittasi bo'lsa, keyin bu yoqda MIT bor. Keyin juda zo'r kompaniyalar ham o'zi Cambridge emas, mana shu. Cambridge yonida Boston. Ikkasi deyarli bitta narsa desam bo'ladi. Juda yaqin bir-biriga. Ikkala shahar eng yaxshi kompaniyalarning ham joyi, masalan, nimani aytsak bo'ladi? Boston Consulting Group bor. Dunyodagi eng katta kompaniyalardan biri. Tekshirib olishingiz mumkin. BCG deb bossangiz chiqish kerak. Boston Consulting Group. Yoki WHOOP bor. Mana Ronaldoni, katta insonlarni, ayniqsa sportchilarni qo'llarida ko'rgan bo'lsangiz kerak. Sog'lig'ini tekshirib turadigan, uxlashiga nazorat qiladigan. Shu narsani ham mana shu yerda Garvard talabasi ochgan, uni headquarteri, ya'ni asosiy binosi ham shu yerda joylashgan. Demak, aytmoqchi bo'lganim, ko'p intellektual yaxshi narsalar ko'p joyi shu yerda. Garvarddan, MITdan, Boston University bor, ham top universitetlar, Tufts bor. Shu yerda yaxshi universitetlar joylashgan. Shuning uchun Amerikaning eng yaxshi menimcha shtatlardan, shaharlardan bittasi Massachusetts shtat, Cambridge shahar. Hop. Jag'imiz har safar nimagadir rang olyapti. Tepama to'g'ri. Tushunmay qolaman ba'zida nima bo'lyapti o'zi? Nima qilyapmiz? Hop. Hozir mana qo'limizni ham kesib oldik. Bo'p turadi. Endi buni bunday qilib metdan qog'oz olamiz. Aytmoqchi bo'lgan shunaqa yaxshi odamlar borligi uchun deyarli hamma narsa topsa bo'ladi. Juda ko'p davlatdan odamlar keladi bu yoqqa. Endi immigrantlarning ham turi bor, masalan, sal oddiyroq ishlar qiladiganlari bor. O'qishga kelganlar bor. Bu yoqda ko'proq ilmiy insonlar bor shu shaharda. Mana bitta observation deymiz inglizchada, o'zbekchada menimcha o'rganganim. Va menimcha shu narsani biz ham qo'llasak nasib qilsa, O'zbekistonda, Markaziy Osiyo davlatlarida qo'llasa bo'lgan bir yaxshi narsani o'ylab ko'rdim. Bular universitetlar mana New York eng katta shaharlardan biri to'g'ri. Washington bu poytaxt masalan. Poytaxtda yoki shunaqa markazda joylashmagan bularda ko'p universitetlar, yaxshi universitetlar, shunaqa o'zini bir kak shahri bor. Mana Garvard o'zining kak shahri bo'lgandek, universitetlarning o'zining bir shahri bor. Chekkaroq joylashadi ko'p holatlarda. Bismillah. Balkim shuni ham O'zbekistonda qilsa
yaxshiroq bo'ladi. Chunki masalan chalg'imaydi, chalg'ish omili kamroq bo'ladi deb o'yladim. Endi bilmadim, bu o'zimni o'ylagan narsalarim. Boshqacha bo'lishi ham mumkin. Hop, endi men bitta video ko'rib olishim kerak. O'qish juda zo'r. O'sha birinchi o'rganganim shu aytayotgandimmi? O'qish universitet, ya'ni o'zini territoriyasi bor, ya'ni masalan shaharning ichida emas. Aytaylik, atrofingizga masalan ko'chaga chiqsam, atrofimda hamma narsa Garvardga tegishli deyarli. Garvard tegishli bo'lmagan joyda ham masalan Garvard o'quvchilari bir nimalar shu aloqasi bor. Qanaqadir universitet, ya'ni universitetning o'zini bir muhiti bor. Ya'ni vibe deyingiz sizlar his qilasiz, shuni tayyor his qilib turasiz. Bu tomoni menga juda yoqdi, balkim bu iqtisodiy tomondan qanaqadir yaxshidir, balkim yomondir. Endi uni analiz qilib ko'rish kerak. Buni agar masalan biz O'zbekistonda yoki qayerdadir implement, ya'ni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsak, lekin men prosta o'quvchi sifatida, shu yerda o'qiyotgan talaba sifatida men o'rgangan, o'zimning ko'zimga ko'ringan narsani aytyapman. Xo'p, bu bittasi. Endi Instagramga, agar Instagramga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bu orada Instagramga bir video qo'ygandim yaqinda, bir oyda Amerikada o'rganganlarim. Shu yerda ham aytganman. Odamlarni qanchalik nima deydi, xushchaqchaqligi deydim. Masalan, o'ziga siz bilan o'zingizni ustozlaringiz bor, masalan, professorlar bor. Masalan, men hech professorlar bilan meni oramda bir qanaqadir masofa borligini his qilmayman-da, ya'ni orada bir baryer yo'q. Men xohlagan vaqtim o'sha o'zlarining vaqtlari bor, o'quvchilar bilan gaplashadigan yoki shunchaki darsdan oldin, darsdan keyin ham gaplashsam, xohlagan vaqtimda borib gaplashishim, savol berishim, hazillashishim, turli xil narsalarda gaplashsam bo'ladi. Ya'ni ustozlarimiz bizdan faqat dars bo'yicha emas, masalan, o'sha siyosatga kirish bo'yicha darsimiz bor. U political thought deydi, ya'ni siyosiy tushunchalarni boshlanishi. Eng boshlang'ich siyosiy tushuncha masalan freedom deymiz biz ingliz tilida. Hamma aytadi, free bo'lishimiz kerak, bu bo'lishimiz kerak, bu bo'lishimiz kerak. O'shani o'zi qayerda chiqarilgan bu narsa degan narsaga javob beradigan darsimiz shu freedom, political thought. Shu darsdagi ustozim o'zi italiyalik. Adashmasam, endi hayolim kelgan aytmayman, bilgan bo'yicha aytyapman. O'sha inson italiyalik. Har safar dars boshlanishidan oldin biz sal yengilroq his qilishimiz uchun o'zimizda Maradonani bitta videosi bor ekan. Qaysiki o'yindan oldin o'yinga tushar ekan. Har doim men bizga qo'yib bergan video bir xil har doim ham qo'yadi. O'sha videoni qo'yib qo'yadi. Ashulani eshitib, darsga hamma tayyorlangan bolalar kelib o'tiradi. Hamma biladi. Bu nima deganini siz birinchi darsda aytib qo'ygan. Bu biz bu yerga do'stona munosabatda bo'lish uchun kelyapmiz. Ya'ni biz shunchaki o'rtoqmiz. Men professor bo'lsam, faqat sizlarga gapirganim emas, men o'sha sizlardan o'rganganim ham kelyapmanki, bu aytadigan gapim, bu yoqda biz bir-birimizdan, ya'ni o'rtog'inglardan, ya'ni yo'inglardan mendan ko'proq o'rganasizlar. O'zi ustozimiz bir tomon bitta qiziq tomoni bor. Savol beradi-da, o'zi javob bermaydi. Ya'ni shunday savol beradi, o'rtaga tashlab bolalardan javob olib, bir-biriga javob berib o'tiradi. O'zi hech qachon o'zini fikrini aytmaydi bir narsa bo'yicha. Masalan, aytadiki, masalan, internetda odamlarni yomonlaydi-yu, masalan, bir-birlar so'kinib gapiradi. Shunga qanaqadir taqiq qo'yish kerakmi degan savolni juda o'rtaga tashlaydi. O'zini fikrini hech aytganini eslolmayman, lekin bolalarning fikrini shunaqa qilib shakllantirishadi. Bu boshqacha nima deydi? Boshqacha narsa. Xo'p, bu qalampir. Endi men ko'proq olaverganman. Ya'ni hali bilmayman bizga qancha kerakligini. Hozir videoni ko'rib, sekin tahlil qilamiz. O'zi ko'p ham emasmiz. Mana shu yerda videoni ko'raylikchi. O'qituvchi bilan o'quvchini orasidagi masofa haqida gapirayotgandim, adashmasam. Shu tomoni ajoyib. Bittasi shu ko'rganlarimdan. Yana bitta kulgili eshitishingiz mumkin, juda qiziq bo'lishi mumkin. Hali hech bir inglizda stupid deydi, o'zbekcha jinni deydi. Endi men jinni demoqchi emasman, bu insonlarni prosta tushuntirish uchun aytayapman. Masalan, biz maktabga, men litseyda o'qiganman, maktabda o'qiganman, boshqa kurslarga borganman. Har doim qanaqadir bolalar bo'ladi-da.
masalan shunchaki ota-onasi aytgani uchun keladi yoki shunchaki vaqtini sarflash uchun keladi. Maqsadi o'qish emas. Bu yerda unaqa bola ko'rmadim. Endi yaqinda o'rtoqlarimiz shu bo'yicha gaplashayotgandim. O'rtog'im bittasi yozib qoldi. Bitta qiz aslan 9 olibdi deb qoyil qolib endi gaplashayotgandim. To'g'ri qolaver kerak, lekin masalan dedim, bizda bitta bola bor ekan, yaqin o'rtog'im aytib qolishdi. Shu biz bilan birga o'qiydigan Garvardda. Perplexity degan kompaniya bor dunyoda, startup. O'zingizlar bir qiziqib tekshirsanglar bo'ladi. 20 milliard dollar atrofida hozir baholanadi. Keyin har bitta kompaniyada CEO, CTO degan anaqa pozitsiyalar bor. CEO endi bu hammasini boshlig'i, direktor. Keyin CTO bo'ladi. Texnik tomonlama boshlig'i, ya'ni o'sha kod, dastur, ilova hamma narsasi. Shuni o'rinbosari bor ekan. Shu bola biz bilan teng birga o'qir ekan, 19 yoshli bola. 20 milliard dollarlik turadigan kompaniyani eng katta lavozimlardan bittasini o'rinbosari biz bilan birga o'qiydi. Masalan, shu narsani aytdim. Endi aytmoqchi bo'lgan gapimga qarasam, hali hech bir telba, ya'ni o'sha jinni, ya'ni o'sha vaqtini shunchaki o'tkazgan kelgan yoki maqsadi o'qish bo'lmagan bolani ko'rmadim. Hammasi bu yerga to'g'ri o'rtoq orttirgani keladi. Endi amerikaliklar ko'p bu yoqda partiyalar bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, shunaqa narsalar borishadi, lekin o'qishni ham joy-joyiga qo'yib qo'yadi. Ya'ni o'qish ularga prioritet. Keyin yana bitta observation o'rganganlarim shu yerda Garvardda turib. Bizda masalan O'zbekistonda o'zimizda men ko'rganim, endi bilmayman, balkim boshqachalari ham bordir, universitetlarni, hozir yangi universitetlar qurilyapti, yangi o'zgarishlar bo'lyapti, men balki fikrim noto'g'ridir, lekin ko'rganimda ham universitetda o'qib, ham ishlasangiz bo'ladi-da bizda. Lekin bu yerda uning iloji yo'q. Masalan, dars qilish o'ziga kamida haftada bir 25-30 soat masalan meni vaqtim ketsa kerak. Dars qilish o'ziga. Darslarda ham yana shuncha bir 20 soatcha vaqtim ketsa kerak. Umuman, ya'ni deyarli iloji yo'q ishlashda. Ishlasangiz ham juda ozgina ishlashingiz mumkin. Ya'ni o'qishni o'zi bu juda katta bu yerda mas'uliyat, ya'ni bir dedication deyingiz. O'sha yerga siz kuchingizni sarflaysiz. O'zi shuncha o'qigandan keyin ishlagan holingiz ham qolmaydi. Xo'p, o'rgangan narsalar men aytib beryapman. Qiziq narsalar. Ko'pi bu fikrlar filtrlanmagan, ya'ni xayolimga kelgan narsalarni aytyapman. Shuning uchun iltimos qilardim, judge qilmaysizlar, ya'ni baholamaysizlar, ya'ni sen noto'g'ri fikr bildiryapsiz. Shuncha xayolimga kelgan narsalar. Odamning fikri bor, ishonch bor. Masalan, belief bor, opinion. Bir narsa bo'yicha masalan men bu to'g'ri, bu noto'g'ri demayapman. Shunchaki ko'rgan narsalarni, xayolimga kelgan narsalarni aytyapman. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Endi shunaqa xayolimga kelgan narsalarga e'tibor beraman. O'zi universitetda o'qish qanaqa bo'ladi desanglar, mana masalan o'qish boshidan tushuntirib beraman. Bizda o'zi o'qishlar 2-sentyabrdan boshlandi. Lekin o'qish boshlanishdan oldin o'quvchilarni bu yerga olib kelib, sharoitlarni moslashtirish uchun orientation degan narsa bo'ladi, dastur. Hozir bizda ham universitetlarda bor, O'zbekistonda ham ko'rganman. Bu yerda ham shunaqa orientation bo'ladi. Bu yoqda ochilish tadbirlari, har xil qiziqarli narsalar, ma'lumot beradigan narsalar, shunaqa narsa bo'ladi. Lekin biz endi xalqaro talabamiz. Bu yerda mana 2000 ga yaqin student o'qisa, birinchi kurslarda. Ichida 200 ga yaqini yoki 200 dan ozgina oshar xalqaro talabalar bo'ladi. Xalqaro talabalar yoki boshqa xohlaganlar uchun, boshqa amerikaliklar uchun ham boshqacha pre-orientation, orientationdan oldingi orientation bor. Masalan, bizga bu yoqda demak shuning uchun 12-da boshlandi. Yo'q, ikkinchi emas, 20-da. 20-da birinchi pre-orientation bo'ldi, xalqaro pre-orientation, xalqaro talabalar uchun. Juda qiziq bo'ldi. Kak oromgohga borgandek bo'lib, shu yerga kelib, shu yerda o'zi oldindan joylashib, xonalarimizga oldindan o'rtoqlik orttirib, boshqa xalqaro talabalar bilan tanishib, sharoitga joylashdik. Keyin taxminan 27 yoki 28larda haqiqiy orientation boshlandi. Hamma yana yo'qda, endi hamma talabalar kelgan. Endi ota-onalar tashlab ketishadi o'quvchilarni. Xo'p. Shuna bilan keyin ikkinchidan o'qish boshlandi. 2-sentyabrdan. Shundan beri mana hozir adashmasam 3 haftani tugatdik. Xudo xohlasa 3-hafta tugadi. 4-ga qarab ketyapti. Bugun juma kuni. Xo'p, o'zi dars schedule'im qanaqa desam sizlarga, mana har kuni ertalab 10:30 da bitta darsim bor. Aytganimdek, o'zingiz tanlaysiz. Bu yerda sen 9dagi, 10dagi degan narsa ertalab 10:30 da darsim bor. U taxminan 11:45 gacha davom etadi. Keyin
obed qilaman. Orada ozgina darsim bo'lsa darsimni o'qib olamanda, yana keyin 1:30da bitta darsim bo'ladi. U 2:45 da tugaydi. Endi bular qo'shimcha sifatida ba'zi bir kunlari, hamma kuni ham emas, adashmasam dushanba, payshanba, juma kunlari bor bo'lam endi. Section deydi. Mana biz endi darslar lecture bo'ladi. Katta lecture hollarda 700 ta odam bor bitta kursda. Masalan, Introduction to Economics degan kursda 700 ta o'quvchi bor. Bitta kursimda 150-200 ta odam bor. Shunaqa katta bo'lgani uchun ularni gruppalar bo'lib qo'shimcha darslar ham bo'ladi. Section. Bu yerda endi professor emas, masalan PhD yoki magistraturada o'qigan o'qituvchilar o'tadi. Qo'shimcha bu. Asosiy dars emas. O'sha darslar ham bor. Masalan, dushanba kuni u adashmasam menda 4:30 dan 5:45 gacha. Payshanba kuni ham shunaqa. Juma kuni darsim yo'q. Faqat bitta sectionim bor 9 da talab. U keyin 10:15 gacha davom etadi. Shu bilan qolganida bo'shman. Endi qanaqa bo'shman? Vazifa qilishga albatta juda ko'p vaqt ketadi. Asosan shu dam olish kunlarini ham vazifa qilish bilan o'tkazamiz. Masalan, sizlarning o'yiniga kelgunimcha bitta problem setimni yarmini tugatdim. Yo'q, yarmidan 75% ni tugatdim. Bitta problem setni. Nihoyat qolgan 25% ni ham bugun tugatib qo'ysam, erta indin keyin yana boshqa problem setlar USB'larni qilaman. Xo'p, yana nima? O'zim nima sizlarga buni aytayapman desanglar, masalan, men o'zim bu yoqqa tayyorgarlik ko'rayotganimda hech qanaqa kontent topolmaganman-da shunaqa. O'zbeklar tugul, umuman boshqa xalqaro talabalarning ham bu yoqqa videosini topa olmaganman. Endi bu bizga o'zbeklar yo'q, faqat universitetlardan emas, ota-onalar bo'lishi mumkin. Yoshi katta insonlar bo'lishi mumkin. Shunchaki kuzatayotganlar bo'lsa, shunchaki dunyodagi eng top universitet bu. 40 milliardga yaqin adashmasam puli bor. 10 mingga yaqin talabalar o'qiydi. Kollejning o'zida magistraturani qo'shmaganda. Magistratura, magistratura PhD programmalarni qo'shsangiz, undan ham ko'payib ketsa kerak. Juda katta fakulty, ya'ni juda katta jamoa. Shu joyda qanaqa bo'lishini sizlarga prosta aytib beryapman xolos. Nima? Endi o'qishdan tashqari nimalar qilinadi desanglar, USFni aytdim. Endi klublar bor, ya'ni akademik klublar deydi buni. Social life uchun, o'quvchining shu hayoti. Eng qiziq narsani aytaman, bu yerda klublardan reject olsangiz bo'ladi. Ya'ni sizga отказ beradi, seni qabul qilmaymiz deydi. Masalan, menda u taxminan 3 marta уже bo'ldi shekilli. Chunki talaba ko'p, 2000 ga yaqin talaba, klublar soni cheklangan va ba'zi bir klublar eksklyuziv desangiz bo'ladi. Ya'ni hammani ham olavermaydi. O'ziga to'g'ri kelgan oladi va juda kam o'quvchi olish mumkin. 4 ta olish mumkin, 5 ta olish mumkin bir yilda. Unaqa ko'p olmasligi mumkin. Lekin ba'zi birlariga qo'shishadi. Masalan, men xudoga shukr Global Affairs degani bor. Institute of Politics bor bu yoqda. Global Affairs xalqaro munosabatlar shu klubiga qo'shildim. Keyin qiziq narsa bor. Polo degan sport turi bor. Ot minib futbol o'ynaganda qo'lingizda tayoq bo'ladi. Tayoq bilan to'pni urib gol urish kerak. Otning ustida. Shunga qo'shildim. Bu klub emas, bu jamoa. Bular varsity team deydi. Kollejlar o'rtasidagi musobaqalarda qatnashadi bular. Shunga qo'shildim. Endi xolos u ham yaxshi bo'lsa xohlasa o'sha Global Affairs klubi bor, yaqinda bitta klub javob chiqish kerak yana. O'sha klubdaman. Undan tashqari shu yo'l o'sha tanish borlar bor, u yo'lga bu yo'lga chiqamiz va yana qiziq narsa bor, hozir aytib beraman. Xo'p, yana bir qiziq narsa sizlarga. Host program degan programmi bor. Oldin Garvardda o'qigan masjidda yashaydigan shu biz hozir turgan joy bor-ku. Shu yoqda yashaydigan endi aytdim, talabalari bor Garvardda. Hali ham chetda yashaydigan. Shu talabalar emas, endi ular yosh katta, ular ancha oldin bitirgan. Men
Aytaylik 20 yil oldin, 10 yil oldin bitirgan bo'ladilar. Ularga bizni bog'lab beradi. Ular bizga yordam beradi. Qanday yordam? Masalan, maslahat berish mumkin. U yoqda savollarimiz bo'lsa, yordam berish mumkin. Men ham bitta shunga bog'lab berishgandi, topshirgandim xos programga. Menga topshirish kerak, xohlayman. Menga ham shunaqa bog'lab berdi. Menga ham bitta bog'lab bergandi. Meni hostim avstraliyalik o'zi 30 yoshgacha Avstraliyada yashagan. U yoqda konsaltingda ish boshlagan. Konsaltingga yo'nalish bor edi. Ko'pchilik bizda O'zbekistonda bilmasligi mumkin. Men o'zim mana shu yerga kelib bildim. Avstraliyada ish boshlab, Boston Consulting Group'da aloqa topgan kompaniyamda. Keyin Garvard Kennedy School bor, magistraturasi. Adashmasam Kennedy Schoolga kelganman yoki Business Schoolga kelganman. Qaysi schoolga kelganda menga bog'lab bergan. Keyin bu yoqqa Kennedy Schoolga kelgan, u Kennedy Schoolda o'qiyotgan. Dan keyin bu yoqda o'sha Boston Consulting Group'da davom ettirgan karyerasini. Ular shunlasini demoqchi, o'sha Boston Consulting Group'da senior partner darajasigacha ko'tarilgan. Senior partner bu shu boshliqlardan bittasi. Keyin endi yoshi katta odam. Unda u keldim, u bilan ko'rishdim, u ham masalan o'zini maslahatlarini berdi, u qildi. Shunaqa resurslar ko'p. Ko'rganlarda piyoz qon bo'lib ketdi. Nima qilasan endi desaydi, hozir birinchi nimagadir qon to'xtamayapti, o'zi bir pasda to'xtash kerak bo'lgan qon. U ham zo'r, u ham sizlar aytmoqchi bo'lganim, shunaqa support sistemlar bor, ya'ni o'shaga ana oqib ketadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, to'xtaylar, buni boshqa yo'ldan qilamiz. O'quvchi muvaffaqiyatga erishish uchun nima kerak bo'lsa, hamma resurslarni qilib berishga harakat qiladi Garvard. Masalan, uni ham fikrlar menga ko'p asqotadi. O'zining fikrlarini aytadi, "Men buni qil, buni qilma. Menga vaqtingni ketkazma, menga yetkazma." deb aytib turadi. Bu ham bitta zo'r tomoni. Qon oqishdan to'xtamayapti. Qiyinchiliklar bilan bo'lsa-da davom etamiz. Endi feelinglar o'zi qanaqa odam his qiladimi? Endi bilmadim, masalan, musofir bo'lish boshqa, musofirda ham ikki tur bor. Talaba bor, boshqa, ishga kelgan boshqa. Biz endi talabamiz. Masalan, ota-onani sog'inchi bor, o'rtoqlarni sog'inchi bor. Bir xil vaqtlar bo'ladi, sizlar aytmoqchi bo'lgan gaplarim. Shunaqa vaqtlar bo'ladi. Oddiy narsalarni eslab qolaman. Masalan, yoshligimizda, mana necha yosh endi 9-10 yoshmiz. Oltiariqda, Farg'onadanman, bilasizlar, Oltiariqdanman. O'sha yerda uyimizda orqasida dala bo'lardi. Daladan tepaga qarab chiqib ketardik. Keyin kanal bo'lardi, suv oqadi. Ashka o'rtoqlarimizdan o'ynab, har xil narsalarga borardik. Ashka joylarni eslab qolamanmi, bir turib. Keyin masalan yana boshqacha narsalarni eslab qolaman. Shunchaki Toshkentda o'rtoqlarim bilan qaysi ko'chalarda yurganman, o'sha ko'chalarda eslab qolaman, o'xshagan narsalar bo'lib turadi. Shunaqa filmlar bo'lib turadi. Ba'zida odam nimaga keldim degan narsa ham bo'ladi, lekin endi biz nimaga kelganimizni bilamiz, Xudoga shukr. Alloh shunaqa ne'mat bergan. Endi bu yoqqa oqlash kerak. Ota-onamiz qarab turibdi, mahalla qo'yni-qo'shni butun yurtimiz qarab turibdi. Biz yana bitta zo'r narsa aytib beraman sizlarga. Konsalting haqida gapirdim. Bitta ko'p o'quvchilar, talabalar aslida bitirgandan keyin konsalting yoki moliya sohasida yoki shu yuridik sohasida ketadi. Chunki eng yaxshi oylik to'laydiganlar shu yoki meditsina sohasiga ketadi. Eng yaxshi oylik to'laydi bularga. Kelgandan keyin bir qandaydir shunaqa vaqt bo'ldi, shu konsaltingga
harakat qilaman deb o'zim bir o'ylaganim yo'q. Hamma nima qilayotgan bo'lsa shunaqa qilishda unaqa qildim. Shu konsalting anaqa bor, klub bor. Shunga qo'shilib oldimmi bir keyin gaplashganman ham. Bo'lin shu konsaltingni o'ylayapmanki, o'zim o'ylab hayot emas, bir xayol o'z nimaga keldim buni degan saytidan o'yladim. Biz endi bu yoqda to'g'ri, juda zo'r sharoitlar bor. Masalan, bu qishlog'ida endi Amerikaning bir chekka shahri. Chekka emas, shahar, uzoqroq shahri. Masalan, Farg'ona olti tarafdan qo'shib bo'ladi, lekin bu yerda Toshkentdan kerak bo'lsa zo'r sharoitlar bor. To'g'ri. Tan olish kerak bu tomonlarni. Odam agar komfort xohlasa, har qanaqa komfortni bu yerda topsa bo'ladi o'ziga. Chunki bu yerda o'zi bitirib bo'lishganda, ya'ni arxitektorlari qilish kerak bo'lgan ishlarni qilib qo'yishgan. Bu yog'iga endi faqat qolganlar yashab beradi va o'zini o'ylab, o'zini o'sha hayotni davom etsa ham bu davlat rivojlanaveradi. Lekin bizda hali qilinadigan ishlar ko'p. Xudo xolasa, o'zim yana bir bor aniqlashtirib oldim. Albatta o'qish tugashi bilan to'g'ri O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekistonda ishlab, qaysidir bir yo'nalishda bir nimalar qilishga harakat qilamiz. Nasib qilsa Alloh, albatta. Endi sizlarga ham xayolim nimaga kelgan bo'lsa aytyapman, to'g'ri tushunasizlar. Orada videoni to'xtatib qo'ydim, lekin ovqatimiz hozir tayyor. Hozir endi oxirgi progress qoldi. Hozir tatib ko'rdik. Juda zo'r chiqqan. He's my Kazakh Barne Salem, Almatı Kılıçdaroğlu'ndan Azizbek, Krasavşik. Yeah, so the food is ready. Ovqatimiz tayyor. Hozir hozir ko'rib, voy uyim norasiga. Bizetni chopganimga qarab qo'ying. Bizetni bitirib ulgurasizmi? I hope so. Boshqa iloji yo'q. Aslında qancha vaqt bo'lganda, bir hafta bo'lmadi, qancha bo'ldi? Qani ketsin. O'zi deadline Aytganimda ko'rinishi juda zo'r emas, lekin bir nima qildik. Bu odam mana salat bilan hozir zo'r ketadi. Xo'p, o'rtoqlar, videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa, yana ko'proq kontent qilishga harakat qilaman va fikringizni kommentariyada qoldirib ketinglar. Kuningiz zo'r bo'lsin. Hammaga shunaqa universitetlarda o'qishni sog' bo'linglar.